Moddalar tabiatda ko'p holatlarda aralashma holatida uchraydi, ya'ni aralashib qolgan bo'ladi. Kimyogarlarning muhim vazifalaridan biri ushbu aralashib qolgan moddalarni ajratishdir. Ya'ni bizga kerakli moddani aralashmadan tarkibidan ajratib olishimiz kerak. Buni biz aralashmalarni ajratish usullari ruknida ko'rib o'tamiz. Aralashmalarni ajratish usullari. Aralashmalarni ajratish degani nima degani? Ularni tashkil etuvchi moddalarni fizik xossalariga asoslanib bir-biridan ajratish jarayonidir. Demak, aralashmalarni ajratish aralashmani tashkil etuvchi moddalarni fizik xossalariga asoslangan holda bir-biridan ajratish jarayoni. Ajratish usuli aralashmaning turi, gomogeni yoki geterogenligi, komponentlarning agregat holati, ya'ni komponentlar degani uni tashkil etuvchi moddalarni agregat holati, eruvchanlik darajasi, qaynash harorati va boshqa fizik xossalarga bog'liq holda tanlanadi. Ya'ni sizga qanaqadir aralashma turibdi, bilasiz aralashmalarni ajratish usullari ko'p. Qaysi birini tanlayman desangiz, mana shu xossalariga nazar tashlashingiz kerak bo'ladi. Ozgina bilimingiz kerak bo'ladi bu yerda. Hozir har bir aralashmalarni ajratish usullarini ko'rib o'tamiz, asosiylari bilan tanishib chiqamiz. O'sha tanishishimiz davomida mana bu aralashma kelganda qaysi usulni tanlash kerak, bunisi kelganda qaysi usulni tanlash kerak, mana bu savollaringizga ham albatta javob berib o'tamiz. Birinchi ajratish usuli bu sizga tanish bo'lgan tindirish va dekantatsiya. Geterogen aralashmalar vaqt o'tishi bilan zichlik farqiga asoslanib ajraladi. Og'irroq zarrachalar cho'kadi, yengilroq modda esa yuqoriga qalqadi. Bu jarayon tindirish deb ataladi. Boshqacha qilib aytganda, tindirish bu tinch qo'yishdir. Masalan, loyqa suvda qum cho'kadi, sut yuzasida esa qaymoq ajraladi. Buni bilasiz, to'g'rimi? Mana shu jarayon tindirish. Faqat tindirish uchun tinch qo'yishingiz kerak. Tindirish natijasida hosil bo'lgan suyuq fazani ustki qatlamdan sekinlik bilan ajratib olish jarayoni dekantatsiya deb ataladi. Misol uchun, mana e'tibor bering, loyqa suvning tinishi tasvirlangan. Mana loyqa suv bo'lgan, mana bu stakanda vaqt o'tishi bilan qum pastga to'liq cho'kkan, yuzada esa suv bor. Ya'ni gravitatsiya evaziga og'irroq zarrachalar pastga tushyapti, cho'kyapti. Endi bu stakandagi qum va suv hali to'liq ajratilgani yo'q. To'liq ajratish uchun dekantatsiya usulidan foydalanamiz. Tingan aralashmani dekantatsiya usulida ajratish. Dekantatsiya so'zining o'zi lug'aviy ma'nosi ehtiyotkorlik bilan quyib olish yoki ustki suyuqlikni quyish ma'nosini bildiradi. Bu uchun nima qilamiz? Sekingina mana tingan stakandagi endi qushtirnoq loyqa suvni quyamiz. Ustki qavatdagi suv tushib ketadi, qum pastda qoladi. Faqat sekinlik bilan quyishimiz kerak. Tezda ag'darib yuborsangiz, albatta qum ham tushib ketishi mumkin. Demak, bu usulda geterogen aralashmalargina ajratiladi. Ya'ni tinsa cho'kadigan, ajraladigan aralashmalar. Bunday aralashmalar geterogen aralashmalar hisoblanadi. Bu juda ham oson. Navbatdagi ajratish usulimiz bu ajratish voronkasi yordamida ajratish deb ataladi. Xo'sh, ajratish voronkasi nima? Zichligi har xil bo'lgan, o'zaro aralashmaydigan, e'tibor bering, o'zaro aralashmaydigan suyuqliklarni ajratish uchun ishlatiladi. Buni mexanizmi qanday desangiz, og'irroq suyuqlik pastki qatlamga, yengilroq suyuqlik esa ustki qatlamga joylashadi. Misol uchun, mana yog'li suv yoki benzinli suv ham xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Misol, yog'li suv desak, mana yog' tepada turibdi, e'tibor bering. Pastki qatlamda esa suv turibdi, to'g'rimi? Mana bu voronkani ajratish voronkasining demak kranini ochgan vaqtingizda pastki qatlam, ya'ni mana bu suv avval ajraladi, mana sekin tushyapti, e'tibor bering. Hozir bu ochilgan holatda turibdi. Toki tushib keladi. Mana shu yerga kelganda sekinlik bilan to'xtatasiz. Tushunarli? Bu uchun qarab turish kerak. Mana shu yerga kelgan vaqt sekinlik bilan to'xtatasiz, bo'ldi, ajraldi suv va yog'. Demak, boya aytdikki,
Aralashmalarni ajratish o'zi nima deganda boya tushuntirdik, to'g'rimi? Shunda aytgan edik. Nima dedik? Aralashmalarni ajratishda fizik xossalariga qaraladi. E'tibor bering. Demak, ajratish voronkasi yordamida ajratishda ikkita suyuq modda bo'lishi kerak va ular bir-biriga aralashmasligi kerak. Bir-biriga aralashsa ochgan vaqtda ikkalasi ham tushib ketadi-da. Tushunarli? Ajratish voronkasi yordamida odatda yog'li suv, benzinli suv mana shunaqa nimalar ajratiladi. Ya'ni bir-biriga aralashmasligi kerak. Navbatdagi ajratish usulimiz bu sizga tanish bo'lgan filtrlash. Filtrlash bu suyuqlik o'tishga imkon beruvchi, qattiq zarrachalarni tutib qoladigan filtr to'sig'i yordamida aralashmalarni ajratish usullari. Nafaqat suyuqlik o'tishi, balki gazlarni ham filtrlash usulida ajratish mumkin. Odatda laboratoriyalarda faqat suyuq holdagi aralashmalarni ajratish uchun ishlatiladi. Laboratoriyada qaytaraman. Sanoatda esa gazlarni ham ajratish mumkin. Endi shu uchun ham bu yerda suyuqlik o'tishiga imkon beruvchi deb ta'rif keltirganmiz. Xo'p, bu uchun nima bo'ladi? Filtrlash natijasida albatta geterogen aralashmalar ajratiladi. Mana e'tibor bering, mana bu stakanda geterogen aralashma bor. Mana bu yerlarga e'tibor bersangiz, qora rangda qo'shimcha moddalar, ya'ni misol uchun suvda erigan qo'shimcha moddalar tasvirlangan. Hop, filtrlash jarayonini amalga oshirish uchun demak bizga shtativ kerak bo'ladi. Bu shtativga mahkamlangan mana bu voronka va albatta filtrlashning mohiyati filtr qog'oz bilandir. Ya'ni filtr qog'oz. Filtr qog'oz qo'yamiz. Albatta maxsus usulda tayyorlaymiz va sekinlik bilan geterogen aralashmani quyamiz. Bu o'tib ketadi, mana suyuqlik qismi top-toza holda o'tib ketadi. Qattiq moddalarini esa filtr qog'ozi tutib qoladi. Mana e'tibor bering, mana bu yerga tutib qolgani aks ettirilgan. Xo'p. Demak, mana shu qolgan qoldiq deb ataladi o'z nomi bilan. Qoldiq deyilsa, biling masalalarda mana shu filtrlash jarayonida filtr qog'ozda qolib ketgan qism qoldiq. Xo'p, filtrdan o'tgan tiniq suyuqlik esa filtrat deyiladi. Filtrdan o'tgan tiniq suyuqlik nima desa, filtrat deb javob berishingiz kerak bo'ladi.